Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz demak funksiyaning uzluksizligi. Demak, quyidagi mavzularni bugun o'rganib chiqamiz. Funksiyaning uzluksizligi, funksiyaning uzilishi hamda ularning turlari, uzluksiz nuqtada uzluksiz bo'lgan funksiyaning xossalari hamda oraliqda uzluksiz bo'lgan funksiya va uning xossalarini o'rganamiz. Funksiyaning uzluksizlik tushunchasi quyidagidan iborat. Masalan, bitta qalamni oladigan bo'lsak, shu qalam bilan demak shu qog'ozda qalamning uchini uzmasdan turib chizadigan bo'lsak, bu uzluksiz funksiyaga misol bo'ladi. Agarda bo'lib uzib chizadigan bo'lsak, bu uzilishga ega bo'lgan funksiyalardan misol bo'la oladi. Yani tarifni quyidagicha kiritishimiz mumkin. Quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi fx funksiya demak s nuqtada uzluksiz bo'ladi agarda quyidagi ikkita shart bajarilishi kerak. Ya'ni fx funksiyani s nuqtada aniqlangan, ya'ni fs mavjud bo'lishi kerak. Hamda x s ga intilganda funksiyaning limiti fs ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni limit mavjud bo'lib, o'sha nuqtadagi funksiyaning qiymatiga teng bo'lishi kerak degan tarif xuddi shunaqa kiritilgan. Mana bu funksiyamiz fs nuqtada aniqlanmagan, shuning uchun funksiya uzluksiz emas. Keyingi funksiyamiz ham demak s nuqtada limitlari, chap limiti boshqa, o'ng limiti boshqa, shuning uchun bu ham uzluksiz emas. Quyidagi funksiyamiz ham demak funksiyaning o'ng limiti mavjud. Demak funksiya o'sha nuqtadagi funksiyaning limiti ham mavjud, lekin o'sha nuqtadagi qiymatiga teng emas. Bu ham funksiya uzilishga ega bo'lgan funksiya hisoblanadi. Yuqoridagi tarifda demak 3 ta shart amalga oshishi uchun birinchi, ikkinchi punktlardagi shartlar bajarilishi shart. Ya'ni 3-munosabatda quyidagi yozish ham mumkin. Ya'ni limit fx minus fs 0 ga intilganda, ya'ni x minus s'miz 0 ga intilgandagi limiti 0 ga teng bo'lsa, shu ikkita shartni bitta shart sifatida yozishimiz mumkin bo'ladi. Demak, x minus s'ni biz delta x deb belgilaydigan bo'lsak, bundan x ni topadigan bo'lsak, x barobar s plus delta x ga. Ya'ni fx minus fs'mizni f s plus delta x minus fs ko'rinishida yozishimiz mumkin. Bu funksiyaning orttirmasiga misol bo'la oladi. Ya'ni s nuqtadagi funksiya orttirmasi. Endi limit x ga intilganda fx'imiz fs limit bu eng pastdagi limitimiz, ya'ni limit funksiya orttirmasi argument orttirmasi 0 ga intilganda 0 ga intilishiga equivalent. Buni ham tarif sifatida kiritishimiz mumkin. Agarda funksiya orttirmasi argument orttirmasi 0 ga intilganda 0 ga intilsa, fx funksiya s nuqtada uzluksiz deyiladi. Mana bu funksiya orttirmasini yaxshilab ko'rishimiz mumkin. Mana x0 nuqta berilgan. x0 nuqtaga demak delta x orttirma beramiz. x0 nuqta bilan x0 plus delta x orasidagi masofamiz bu argument orttirmasi, ya'ni delta x ga teng. Endi x0 nuqtadagi funksiya qiymati berilgan hamda x0 plus delta x nuqtadagi funksiya qiymati berilgan. Ular orasidagi masofa delta y, ya'ni fx0 plus delta x minus fx0'imiz funksiya orttirmasi hisoblanadi. Endi mana misol fx funksiyamiz 3x plus 5 funksiyani demak x barobar 2 nuqtadagi uzluksizlikka tekshirish kerak. Funksiya 2 nuqtada aniqlangan, uning qiymati 2 ni qo'yadigan bo'lsak 11 ga teng. Funksiyaning limiti ham 11 ga teng. Demak, funksiya limit mavjud, ham o'sha nuqtadagi qiymatiga teng bo'lyapti. Demak, funksiyaning birinchi tarifiga ko'ra funksiya uzluksiz. Bu funksiyamiz demak fx barobar 1 taqsim x minus 1 funksiya uzluksizmi tekshiramiz. Bir nuqtada funksiya aniqlanmagan. Ya'ni uning bir nuqtadagi chap limiti minus cheksizlikka, bir nuqtadagi o'ng limiti plus cheksizlikka teng. Funksiya o'sha nuqtada uzilishga ega, ya'ni uzluksiz emas.
bu funksiyamiz x demak manfiy bo'lganda 0, x katta yoki teng bo'lganda x ga teng. Funksiya 0 nuqtadagi qiymati 0 ga teng. Chap o'ng limitlari ham 0 ga teng. Funksiya aniqlangan hamda funksiya uzluksizligi. Quyidagi funksiyani qaraydigan bo'lsak, x manfiy yoki 0 ga teng bo'lganda x ga teng. 0 bilan 4 oralig'ida x kvadratga hamda ximiz 4 dan katta bo'lganda 2x plus 4 ga teng bo'ladi. 0 nuqtadagi qiymatini qaraydigan bo'lsak, birinchi funksiyani ishlatamiz. X 0 nuqta qo'yadigan bo'lsak 0 ga teng. Chap limitida ham o'sha birinchi funksiya ishlatiladi, 0 ga teng bo'ladi. X o'rniga 0 qo'ysak, o'ng limitida ikkinchi funksiya ishlatiladi, ya'ni x kvadratning o'rniga ham 0 qo'yadigan bo'lsak, u ham 0 ga teng. Demak, 0 nuqtada chap o'ng limitlari hamda funksiyaning qiymati teng bo'lgani uchun 0 nuqtada funksiya uzluksiz. Faqat endi 4 nuqta bor. Bu yerda 4 nuqtani qo'yadigan bo'lsak, yaxshilab qaranglar. 4 nuqtaning chap limitida x kvadrat funksiya ishlatiladi. Demak, 0 dan 4 gacha demak x kvadrat. Shuning uchun 4 nuqtadagi qiymati funksiyaning chap limiti 16 ga teng. O'ng limiti esa 3-chi funksiya ishlatiladi, 2x plus 4. Bu 4 ni qo'ysak, demak 2 ko'paytirgan 4 plus 4 16 ga teng bo'ladi. 12 ga teng bo'ladi. Ya'ni chap o'ng limitlari har xil. Bittasida x kvadrat ishlatilyapti, bittasida 2x plus 4 12 ga teng. Chap o'ng limitlari bir-biriga teng bo'lmasa, funksiya demak limiti mavjud bo'lmaydi, ikkinchi shart bajarilmayapti, funksiya uzluksiz emas. Endi fx barobar sinus x funksiyani qaraydigan bo'lsak, bu funksiyaning orttirmasi orqali oxirgi 3-chi ta'rifimiz bo'yicha tekshiramiz. Agarda orttirma 0 ga intilsa, argument orttirmasi 0 ga intilganda bu funksiyamiz uzluksiz bo'ladi. Ya'ni orttirma delta f barobar f x plus delta x minus fx barobar sinus x plus delta x minus sinus x bo'ladi. Buni endi sinus alfa minus sinus beta formulani juda ham yaxshi bilamiz bizlar. Mana 8-sinfdan demak sinus alfa minus sinus betamiz bu 2 sinus alfa minus beta taqsim 2 kosinus alfa plus beta taqsim 2 ga teng. Alfamiz bizda x plus delta x, betamiz x. O'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, demak mana x plus delta x minus x taqsim 2 kosinus demak x plus delta x minus plus x ga teng taqsim 2 ga. Soddalashtirishlardan keyin ikkita funksiyaning ko'paytmasi ko'rinishga kelib qoladi. Ya'ni limit 2 sinus delta x taqsim 2 kosinus x plus delta x taqsim 2 ga keladi. Endi bu sinusimiz x 0 da 0 ga teng, ya'ni birinchi limitimiz 0, ikkinchi limitimiz kosinus x. Ya'ni 2 ko'paytirilgan 0 ko'paytirilgan kosinus x bo'lib qoladi. Bu 0 ga teng. Demak, funksiya orttirmasi 0 ga intilyapti. Argument orttirmasining 0 ga intilganda bu funksiyaning uzluksizligini ta'minlaydi. Endi bu ta'rifni keyingi umumiy ko'rinishdagi ta'rifni beramiz. Ixtiyoriy epsilon nusxasi olinganda shunday delta son topiladiki, funksiya argumentining x ning x minus c kichik delta tengsizlik bajarilgandagi qiymatlarida fx minus fc kichik epsilon tengsizlik bajarilsa, funksiya c nuqtada uzluksiz deyiladi. Bu Cauchy tarifi deb ataladi. Endi agar uzluksiz bo'lmagan funksiyalarda demak funksiyaning uzilish nuqtalari bor. Ularni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bular ham ikkita turga bo'linadi. Endi birinchi turga mos keladiganlar, ya'ni funksiyaning limiti o'ng hamda chap limitlari teng bo'lmasa, o'sha funksiya birinchi tur uzilishga ega bo'lgan nuqta deb ataladi. Bular demak sakrash nuqtalari deb ataladi. Demak, ikkinchi tur uzilishda funksiyaning chap va o'ng limitlarining birortasi cheksizga intilsa yoki mavjud bo'lmasa, bu holda funksiyaning demak ikkinchi tur uzilishga ega deb ataladi. Mana bu funksiyani qarashimiz mumkin. Funksiyaning chap limiti o'ng limitiga teng emas hamda funksiyaning qiymatiga ham teng emas. Bu birinchi tur uzilishga teng bo'ladi. Ikkinchi misolda ham qarashimiz mumkin. Funksiyaning chap limiti funksiyaning o'sha nuqtadagi qiymatiga teng, lekin o'ng limitiga teng emas. Demak, birinchi tur uzilishga misol.
Bu funksiyaga qarashimiz mumkin. Funksiyaning chap limiti funksiyaning o'sha nuqtadagi qiymatiga teng emas, lekin o'sha nuqtadagi qiymati o'ng limitiga teng. Demak, bu ham chap o'ng limitlari bir-biriga teng emas. Shartimizga ko'ra funksiya uzilishga ega hamda birinchi tur uzilishga ega. Bunda ham funksiyaning chap limiti o'sha nuqtadagi chap o'ng limitlari teng, lekin o'sha nuqtadagi funksiyaning qiymati boshqa. Bu ham birinchi tur uzilishga ega, lekin buni biza bartaraf etishimiz mumkin bo'lgan nimaga keladi. Ya'ni mana bu funksiya berilgan, o'ng limit, chap limitlari teng, lekin funksiyaning qiymati berilmagan. Ya'ni bu demak bartaraf etishimiz mumkin bo'ladi, ya'ni uzilish nuqtasini kiritishimiz mumkin o'sha nuqtadagi funksiyaning qiymatini. Mana bu misolda qarashimiz mumkin. X minus 2 taqsim absolut qiymati ichida x minus 2. Buning chap limiti minus 1 ga teng, o'ng limiti 1 ga teng. Bular bir-biriga teng emas. Funksiya uzilishga ega, birinchi tur uzilishga ega. Sinus x taqsim x 0 nuqtada limitlari mavjud. Ya'ni chap o'ng limitlari ham, lekin x 0 nuqtada funksiya aniqlanmagan. Buni demak limiti, lekin ajoyib limit deb kiritilgan, 1 ga teng, lekin funksiya aniqlanmagan, 0 taqsim 0. Buni bartaraf qilishimiz mumkin bo'ladi. Quyidagi funksiya ko'rinishida yozishimiz mumkin. Sinus x taqsim x agarda x 0 ga teng bo'lmasa, agarda 1 ga teng, x 0 ga teng bo'lganda, bunda demak funksiyaning qiymati 0 nuqtada 1 deb qabul qilinyapti-da, bu uzluksiz funksiyaga o'tkazilyapti. Mana shu sinus x taqsim x funksiyaning grafigi 1 ga teng, mana 0 da. Endi mana bu funksiyani ko'radigan bo'lsak, fx barobar 6 taqsim x minus 3 ning kvadrati 3 nuqtada funksiya uzilishga ega. Buning chap limiti ham, o'ng limiti ham plyus cheksizlik. Bu ikkinchi tur uzilishga misol bo'la oladi. Demak, nuqtada uzluksiz funksiyaning xossalari quyidagilardan iborat. Agarda ikkita uzluksiz bo'lgan funksiya berilgan bo'lsa, s nuqtada ularning yig'indisi, ko'paytmasi hamda nisbatlari demak uzluksiz bo'ladi. Faqat bu yerda gx imiz s nuqtadagi qiymati 0 dan farqli deb qarashimiz kerak. Endi ikkinchi xossada murakkab funksiyaning berilyapti. Demak, fx o'z navbatida u ning funksiyasi, bu u 0 nuqtada uzluksiz, u funksiyamiz gx funksiyaning s nuqtada uzluksiz. Ularning kombinatsiyalari y barobar fgx murakkab funksiya nuqtada uzluksiz bo'ladi. Demak, s nuqtada uzluksiz bo'ladi. Misollar keltirishimiz mumkin. Umuman aytganda, bu limitni murakkab funksiyaning ostiga o'tkazishimiz mumkin degan. Masalan, y darajasi x kvadrat limit y darajasi x kvadrat bo'ladigan bo'lsa, o'sha limitni x kvadratning oldiga olib chiqishimiz mumkin. Masalan, logaritm 1 plus x bo'ladigan bo'lsa, demak logaritmni ichiga demak funksiyani olib kirishimiz mumkin. Quyidagi misolda o'zi berilgan uchinchi ajoyib limit deb olsak ham bo'ladi. Bu limit demak logaritm a asosiga ko'ra 1 plus x taqsim x 0 ga intilganda a'miz demak 1 dan farqli, a katta 0. Bu ham murakkab funksiyaga misol bo'la oladi. Limitni birinchi mana bu 1 taqsim x ni logaritmi xossasiga ko'ra 1 plus x darajasiga chiqazib olamiz. Bundan keyin logaritm ostiga limitni olib kirishimiz mumkin. Hozirgi ikkinchi xossa, uchinchi xossaga ko'ra. Demak, murakkab funksiyaning xossasiga ko'ra demak qovus ichidagi limit 1 plus x ning darajasi 1 taqsim x 0 ga intilgandagi limiti bu ajoyib limit hisoblanadi, y ga teng. Javobi demak logaritm asosiga ko'ra y chiqadi. Buni bir asosga o'tkazishimiz ham mumkin. Bu y asosga o'tkazadigan bo'lsak 1 taqsim ln a ga teng. Quyidagi mana bu limitimiz, limit x 0 ga intilganda a darajasi x minus 1 taqsim x ajoyib limitimiz bu.
Bu demak ln a ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda a darajasi x minus 1 ni t bilan t ga o'tkazib olamiz. Demak x nolga intilganda t ham nolga intiladi. Bundan x ni topadigan bo'lsak, ikkita tomonni logaritmlar a asosiga ko'ra x barobar logaritm a asosiga ko'ra 1 plus t ga keladi. Endi o'rinlarga qo'ysak, ax minus 1 imiz t, ximiz logaritm a asosiga ko'ra 1 plus t. Endi bu oldingi ko'rgan ajoyib limitning teskarisi ekan. Buni 1 taqsim logaritm a asosiga ko'ra 1 plus t taqsim t ko'rinishida yozishimiz mumkin. Limitni yana mahrajga tushirishimiz mumkin. Bundan mahrajdagi ifoda hozir birinchi mana bu misolda isbotlandi. Logaritm a asosiga ko'ra y ekanligi. Demak 1 taqsim logaritm a asosiga ko'ra y ni demak y asosiga o'tadigan bo'lsak 1 taqsim logaritm a bo'ladi. ln a. Bu ln a ga teng. Keyingi ajoyib limitimiz demak 1 plus x ning alfanchisini minus 1 taqsim x nolga intilganda alfaga intiladi. Buni 1 plus x ning alfanchisini biza y darajasi alfa 1 plus ln 1 plus x ga almashtiramiz. Minus 1 qilib. Keyin bu ifodaga alfa ln 1 plus 1 ni ko'paytirib bo'lamiz. O'shanda ikkita funksiyaga kelib qoladi. Yana ikkita funksiyaning ko'paytmasining limitlari demak limitlarning ko'paytmasiga teng degan teoremani isbotlagan edik. O'shandan ko'rishingiz mumkin, birinchi limitimiz x nolga intilganda alfa ln 1 plus x ham nolga intiladi. Shuning uchun bu ln y ga keladi, ya'ni 1 ga teng qoladi. Ikkinchi limitimiz esa ln 1 plus x taqsim ximiz hozir ikkinchi misolda ko'rgan edik. Logaritm a asosiga ko'ra edi. Bu natural logaritm bo'lganda ham xuddi shu narsa bo'ladi. Bu ln a edi, bu ln y bo'lib 1 ga teng. Ya'ni javobimiz alfa ga teng bo'lar ekan. Endi bular uyga vazifa sizlar uchun mustaqil misollar ishlashingiz uchun. Keyingisi endi oraliqda uzluksiz funksiyani xossalariga kelamiz. Endi funksiya oraliqning hamma nuqtalarida uzluksiz bo'lsa, shu oraliqda funksiya uzluksiz bo'ladi. Ya'ni Weierstrass teoremasi kiritilgan. Agarda fx funksiya AB segmentda uzluksiz bo'lsa, bu oraliqda funksiya chegaralangan bo'ladi. Ya'ni bu juda ham kuchli teorema. Funksiya uzluksiz bo'lsa, segmentda funksiyamiz chegaralangan bo'ladi. Funksiyaning chegaralanmaganligi funksiyaning grafiki tarmoqlarida minus cheksiz yoki minus plus cheksiz hamda cheksizga ketishiga olib keladi. Bu esa fx funksiyaning AB'da uzluksizligiga putur yetkazadi. Fx funksiyaning AB oraliqda uzluksizligi uning bu oraliqda chegaralanganligiga kafolat bo'lmaydi. Ya'ni funksiya AB'da uzluksiz bo'lsa, lekin chegaralanmagan bo'lishi mumkin. Quyidagi misolni qarashingiz mumkin. Bu ham parabola shaklida funksiya, lekin chekkalarda funksiyamiz cheksizlikka ketib qolgan. Oraliqda uzluksiz, oraliqda chegaralangan, lekin segmentda chegaralangan emas. Chekka nuqtalarda. Endi Bolzano-Cauchy'ning birinchi teoremasi, agarda fx funksiya AB oraliqda uzluksiz bo'lib, chegaralarda fa hamda fb har xil ishora bo'lsa, shunaqangi kichik nuqta topiladiki, o'sha kichik nuqtada funksiyaning qiymati 0 ga teng bo'ladi. Demak, mana chekkalarda har xil ishoralar bo'lsa, bittasida manfiy, bittasida musbat bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir nuqta borki, o'sha nuqtada x o'qini kesib o'tadi degan nimamiz bor. Bu funksiyani tenglama deb qaraydigan bo'lsak, shu tenglamaning yechimi bo'ladi. Bolzano-Cauchy'ning ikkinchi teoremasi, agarda fx funksiya AB oraliqda uzluksiz bo'lsa, funksiya bu oraliqda o'zining eng katta va eng kichik qiymatiga erishadi. Mana oraliqlarni ko'rishimiz mumkin. AB oraliqda ham eng kichik, ham eng katta qiymatlari mavjud. Funksiya uzluksizlikdan kelib chiqyapti. Misollarni ko'rishimiz mumkin. Berilgan misollar, demak, bularni uzluksizlikka tekshirish kerak.
mana 1, 2, 3 misollar hamda keyingi misolimiz bor. Bularni demak mustaqil ish sifatida ko'ramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.